Sharqiy Turkistonga qalmoq tajovüzi. Muhammad Emin Xon shahid bo'lgandan keyin butun Sharqiy Turkiston qalmoqlarining tajovuzga uchradi. G'aldan Funtayji butun xalqi musulmon bo'lgan 6 shaharni qalmoq hokimlari bilan boshqarishning qiyin ekanligini tushunib, Abboq, ya'ni Abaq xo'jini 6 shaharga umumiy vali qilib tayinlab, Qashqarda o'ltirg'izib qo'ydi. Boshqa shaharlarga Abboq xo'jining tuqqanlarini hokim qildi. Abboq xo'jining qishida bir qancha qalmoq mansabdorlari va mingdak qalmoq askari turadi. Boshqa hokimlar yinidimi bir qancha qalmoq askarlar va bir oz askar turg'izilgan. G'aldan bu ishlarni bitirib iliga qaytib ketdi. Mana bu sharoitda 6 shahar xalqi qalmoqlar va xo'jalarning o'rtaq boshqarishida tarixda ko'rilmagan bir zulm va istibad ostida ezilib, falokatlik bir taqdirga giribdor bo'ldi. Abboq xo'ja boshchiligidagi xo'jalar nomda vali va hokimlar bo'lib, huquq qalmoqlarining qo'lida edi. Bütün ishlar qalmoqlarining xohishi bo'yicha ijro qilinadi. Bu qora yuz xo'jalarning Saidiya davlati zamonasidagi izzat obro'yi va nufuzi qolmadi. Ular qalmoqlar qo'lidagi bir istilo vositasi o'yinchoq bo'lib qoldi. Ular o'z o'rnini saqlab qolish uchun qalmoqlarga kuchlanishdan boshqa ishni bilmaydi. Bu vaziyat Abboq xo'janing o'limigacha yetdi. Hijriya 1102-yilgacha davom qildi. Qalmoqlarning qisqacha tarixi. Sharqiy Turkistonda, ya'ni Qalmoq deb ataladigan Turk qabilasi, ya'ni Oltay tog'larida o'ltirishliq, ya'ni O'yrat degan cho'ng bir qabilaga mansub. Bularni Xitoy manbalarida, ya'ni Aylut deb yozadi. Yevropa tarixchilari bo'lsa, ya'ni Qalmoq deb ataydi. Sharqiy Turkistonda bularning, ya'ni Qalmoq deb atilishining sababi ma'lum emas. Mana mushundaq 4 xil ismi bo'lgan bu qabilaning qadimki tarixi haqida ma'lumotimiz yo'q. Faqat Chingizxonning zamonasidan boshlab tarix sahnasida bularning ismi ko'rinishga boshlagan. Dastlabda bular Chingizxonga tava bo'lib, uning o'limidan keyin O'ktay xonadoniga, uningdan keyin Qubilay xoniga va oxirida Xitoydan haydalib chiqib, Mo'ng'ulistonda bir qog'onliq, ya'ni Xoqonliq bo'lib o'ttirg'i chiqqan Xoqonliqqa tava bo'ldi. Taxminan Hijriya 860, ya'ni milodiy 1397-yili qalmoqlar Mo'ng'ul qog'onliqidan ayrilib chiqib, atrofidagi joylarga tajovuz qilib, bugungi, ya'ni Mo'ng'uliston deb atalgan yerlarni ishg'ol qildi. Keyincha Sharqiy Turkiston chegaralariga, ba'zida Xitoy chegaralariga tajovuz qilg'ili boshladi. Sharqiy Turkistonning 2 o'guz, ya'ni hozirgi Oltay va Emel, ya'ni hozirgi Cho'chak qatorliq joylarini ishg'ol qildi. Hijriya 854, ya'ni milodiy 1450-yili qalmoqlar Xitoy imperatori bilan urushib, uni asir oldi va Beyjingni muhosiraga oldi. Keyin ko'p boj to'lash sharti bilan imperatorligini qaytarib berib, Xitoydan qaytib chiqib ketdi. Hijriya 860, ya'ni milodiy 1455-yili qalmoq xoni Esanxon Mo'ng'ulistonni butunlay ishg'ol qilib, o'zini, ya'ni Xoqon e'lon qildi. Lekin bir yildan keyin Mo'ng'ullar uni og'ir holda mag'lub qilib o'ltirdi. Shuning bilan qalmoqlarning quvvati qolmadi. Ishg'ol qilgan butun joylari qo'ldan ketdi. Faqat o'z yerlarla qo'lda qoldi. Hijriya 885, ya'ni milodiy 1480-yilga kelganda Turpan umumiy valisi Kepak Sultan qalmoqlarga hujum qilib, ularni qattiq mag'lub qildi va 2 o'guz va Emildan haydab chiqarib etdi. Hijriya 888,
ya'ni milodiy 1483-yili qalmoqlar mustaqillikni tashlab Mo'ng'uliston xaqoni Dayanxonga itoat qilishga majbur bo'ldi. Yuqorida so'zlab o'tilganidek qalmoqlar Sharqiy Turkiston chegaralarga pat-pat parakandichilik silib turadi. Hijriya 900, ya'ni milodiy 1494-yillari Ahmad Alachaxon qalmoqlarni uzil kesil mag'lub qilib, Sharqiy Turkistonga xiraj berib, bo'ysunishga majbur qilgan. Mo'ng'uliston xaqonligi munqaris bo'lib, bo'linma xonliqlar shaklidagi hukmronlikqa aylanib ketgandan keyin, qalmoqlarmi ulardan ayrilib, mustaqil bir xonliq qurib olgan edi. Hijriya 1000-yilga kelganda intayin kuchlanib ketdi. Hijriya 1069, ya'ni milodiy 1658-yili g'arbga ilgarilab kelgan qozoqlar bilan urushib, ularni mag'lub qildi va eritish bilan Dubul daryolari orasidagi qozoq yurtlarini tortib oldi. Lekin uzoq o'tmay qozoqlar ilgarilab kelib, qalmoqlarni bu joylardan haydab chiqardi. Hijriya 1070, ya'ni milodiy 1659-yilga kelganda qalmoqlar Sharqiy Turkistonga hujum qilg'ili boshladi. Yuqorida bayon qilib o'tganimizdek, Abdullah xonni eg'ir holda mag'lub qilib, Eli, Bashbaliq va Turpanni ishg'ol qildi. Bu chaqda Tibet buddistlarining tabliğchilari, ya'ni dinni tashviq qilib taratquchilar, qalmoq va Mo'ng'ullarning yurtlariga kelib, keng ko'lamda diniy tashviqlarini ilib borgan. Natijada qalmoqlar ko'ni dini bo'lgan shaman dinni tashlab, Budda dinini qabul qilgan edi. Qalmoq xonliq jamoatidan G'aldan ismlik o'smir yoshdagi birsi Lasaga berib, u yerdagi bir-biri bilan tirkishayotgan qizil quloqliq va seriq quloqliq degan ikki taraf lamalaridan seriq quloqliqlarning qishida tarbiya oldi. Oxiri seriq quloqliq lamalarining mazhabiga kirdi. G'aldan Lasadan o'qishni tugutib, yurtiga kelib, bütün qalmoqlarni, ya'ni seriq quloqliq lamalar mazhabiga kirgizgan. Demak, G'aldan aslida qalmoq xonadoniga mansub bir shahzoda bo'lish bilan billa qalmoqlarning diniy va mazhabiy peshvosimi bo'lgan edi. G'aldan Hijriya 1087, ya'ni milodiy 1675-yili xon bo'ldi va o'ziga Quntaji, ya'ni Quntayji degan unvonni oldi. Davlatini kuchlantirdi va territoriyasini kengaytdi. 2 o'g'iz, Emil, Ili va Oltaygacha bo'lgan bütün joylarni ishg'ol qildi. G'oljida Olmaliqqa yaqin joyda bir shahar yasab, uningga, ya'ni Kura, ya'ni ibodatxona deb nom berib, poytaxt qildi. Uningdan keyin G'aldan Tibetni o'z ta'sir idorasi ichiga kirgizdi va seriq quloqliq lamalarning boshlig'ini o'z homiyligi elib, uningga, ya'ni Dalay Lama degan unvonni berdi. Hozirgacha Tibet Dalay Lamaning hokimiyati ostida turmoqda. Yuqorida so'zlab o'tganimizdek, G'aldan Xuntayji Hijriya 1090, ya'ni milodiy 1679-yili 6 shaharga hujum qilib, Appoq Xo'ja va uning muritlarining yordami bilan 6 shaharni ishg'ol qilgan va Appoq Xo'jani 6 shaharga umumiy vali qilib tayinlagan edi. G'aldan Hijriya 1100, ya'ni milodiy 1688-yilga kelganda bütün Mo'ng'ulistonni besib oldi. Uningdan keyin G'aldan Xitoy imperatori Kangshi bilan urushdi. Natijada G'aldan eg'ir holda mag'lub bo'lib, Hijriya 1109, ya'ni milodiy 1687-yili bütün Mo'ng'uliston, Qumul va Barko'lgacha bo'lgan joylarni Xitoylar besib oldi. Shu yili G'aldan o'ldi va o'rniga navrisi, ya'ni Rabdan xon bo'ldi. Rabdan xon Xitoy imperatorligiga siliq silish sharti bilan tava bo'lib, Turpan, Ili, Emil va Oltay qatorliq joylardagi hokimiyatini saqlab qoldi.
6 shaharmu qalmoqlarning qo'l ostidan chiqib, kanjutlarning homiyligiga kirib olgan, ya'ni qara tog'liq xo'jalarning hokimiyati ostiga kirdi. Bularni tuvandagi bo'limlarda tafsiliy bayon qilamiz. Hijriya 1120, ya'ni milodi 1708-yili Ramdod Quntayji qudrat tepib Xitoyga hujum qildi va Xitoy tortib olgan joylarining hammasini qaytirib oldi. Onundan keyin Hijriya 1130, ya'ni milodi 1718-yili Tibetga yurish qilib, u yerdagi Xitoy askarlarini mag'lub qilib, Tibetni qo'liga oldi. Xitoylarning yordami bilan Tibet ibodatxonasining lamalik o'rnini qo'liga ilib olgan qizil kuloliq lama, ya'ni Tashi lamani asirga ilib, Dalay lamani ikkinchi qatim Tibet ibodatxonasiga lama qilib o'ltirg'izib qo'ydi. Lekin Xitoydan zo'r bir askariy qo'shin kelib, Rabdodni mag'lub qilib, Tibetni tortib oldi. Rabdod davlatini va askarlarini Xitoylardan qo'g'dash uchun urushib o'ldi. Rabdoddan keyin o'g'li taxtga chiqdi. U Xitoyga qarshi urush e'lon qilib, imperator Yongqingni mag'lub qildi va uni bosh to'lashga majbur qildi. Rabdodning o'g'li o'lgandan keyin xonliq jamiyati orasida taxt talashish jidallari boshlandi. Shahzodalardan Davansi beg bilan Amursana beglar bir-biri bilan urushib, oxiri Davansi beg g'olib kelib taxtga chiqdi. Amursana qochib, Xitoy imperatori Qianlongdan yordam tiladi. Qianlongning nurg'un askari yordami bilan Amursana Davansini yo'qotib, o'zi xonliq taxtga chiqdi. Xitoyning yordamiga kelgan askarlari yordam ishi tugagandan keyin bo'lsa-mu, ular qaytib ketmasdan yurtni besib olish harakatlarini boshladi. Shuning bilan Amursana beg Xitoy askarlarini mamlakatidan chiqarish uchun Hijriya 1171, ya'ni milodi 1757-yili Xitoyga qarshi urush e'lon qildi. Xitoylarni uzil-kesil mag'lub qildi. Bütün Xitoy askarlarini o'ldirdi. Yolg'iz Jauxu, ya'ni Jauxuy ismli qo'mondoni qochib qutuldi va imperatoriga bo'lgan voqeani anglatdi. Imperator Jauxuyni nurg'un askarlar bilan yana Iliga yo'lladi va uningga qalmoq yurtdi, ya'ni Ili, Emel, Oltay va G'arbiy Mo'ng'ulistondagi bütün xalqni yo'q qilishni buyurdi. Amursana beg mag'lub bo'lib Sibiriyaga qochdi. Jauxuy bu yerlarda qirg'inchilik elib berib, begunoh xalqni o'ldirdi. Saq qolganlarni asirga elib Xitoyga surgun qildi. Bütün shaharlarni vayron qildi. Natijada bu joylar tamoman insonsiz bir cho'l holiga kelib qoldi. Shuning bilan Hijriya 1172, ya'ni milodi 1758-yili qalmoq davlati yiqildi. Shu tarixdan tartib qalmoqlar Xitoy hokimiyati ostida yashmoqda. G'aldan Funtayjining zamonasidan boshlab qalmoqlar Sharqiy Turkistonning tog'liq rayonlariga yaqin holda ko'chib kelishga boshladi. Bular atrofga yeyilib, Qora shahar, Beshbaliq, Turpan, Qumul, Barko'l va Ili tog'laridagi xalqning yayloqlarini tortib olib yerlashdi. Hozirmi bu joylardagi xalqlarning ko'pchiligi qalmoqlardan iborat.